Kecha men ideya oladigan saytlardan birida ostida birorta ham kommentariy bo'lmagan qiziqarli maqolaga ko'zim tushdi. Qo'shni pedofiliya haqidagi maqola bo'lsa 1000 ga yaqin izoh yig'gan. Undan keyingi maqola ham 400 ga yaqin izoh yig'gan. Aslida bu ajoyib maqola, lekin birorta ham izoh yo'q. Sizga yetkazish uchun shu mavzuda ssenariy yozdim. Demak, bu o'z hayoti evaziga bajarilgan ezgu ishlar. 2012-yil 12-sentyabrda Sevastopolda 24 yoshli Pavel Bondarev unga va ikkita 8 yoshli bolaga katta tezlikda mashina kelayotganini ko'rib, bolani Artyom Kostyukovni itarib yubordi. Qizchani Diana Vasilyevskayani avtomobil bilan to'qnashish vaqtida o'zi bilan berkitdi. Avtohalokat oqibatida Pavel halok bo'ldi. 2 yosh bola esa omon qolishdi. Pavel o'z tug'ilgan kuniga 1 oy qolganda vafot etdi. U 25 yoshga to'lishi kerak edi. Connecticut shtatidagi maktabda Adam Lance uyushtirgan otishma paytida boshlang'ich sinflar o'qituvchisi Viktoriya qotil o'qlardan bolalarni o'zi bilan pana qildi. Jinoyatchi uning sinfiga bostirib kelishidan oldin ayol o'quvchilarni sinf shkafiga berkitdi va ularni nima bo'lgan taqdirda ham yig'lamaslikka ko'ndirdi. Lance sinfga kirganda Viktoriya barcha bolalar sport zalida ekanini aytdi va qotilga tashlandi. Qotil esa shu zahotiyoq uni o'ldirdi. U omon qolgan 16 bola uchun ikkinchi ona bo'lib qoldi. Viktoriyadan tashqari Lance maktab direktorini va fizika o'qituvchisini otib tashladi. Shuningdek, yana 20 ta bola ham qotil qurboniga aylanishdi. Bu 19 yoshli Aleksandr Malamin. U haqiqiy qahramon. Kafeda oddiy kabobchi bo'lib ishlagan. Bir kuni kafeda kuchli portlash sodir bo'ldi. Aleksandr portlash paytida og'ir jarohat oldi va tashqariga chiqishga harakat qila boshladi. Bu vaqtda katta yong'in avj oldi. 2 ayol yordam so'rayotganini eshitib u ortga qaytdi. Aleksandr shunday darajada og'ir jarohatlangan ediki, oddiy odam shu zahotiyoq halok bo'lishi kerak edi. Faqatgina kuchli organizm sharofati bilan u hali ham hushida edi. Va u o'zida yonayotgan bino ichidan chiqib olish uchun ayollarga yordam berishga kuch topdi. Oqibatda yana ham jiddiyroq jarohatlar oldi. 19 kundan so'ng Aleksandr Malamin jon taslim qildi. Suratda Aleksandr bu kunlar davomida undan uzoqlashmagan opasi bilan. Xitoylik avtobus haydovchisi orttirishsiz haqiqiy qahramonlarga xos harakat qildi. U deyarli 30 ta odamning hayotini saqlab qoldi. Katta shassida oldinda ketayotgan gruzovikdan temir detal uchib ketdi va lobovoyni sindirib, to'g'ri shofyorga qadaldi. Bu tasvir kamera kuzatuvniki. Haydovchi og'riqqa qaramay avtobusni yo'l chetiga to'xtatdi. Avariya signalizatsiyasini yoqdi. Yo'lovchilarga politsiya kelgunicha tashqariga chiqmaslikni buyurdi va shundan so'ng hushidan ketdi. Shifokorlar 4 kun uning hayoti uchun kurashishdi, lekin qutqara olishmadi. Butun yurtni yig'latgan bu voqea Noginsk 9 deb nomlangan harbiy shaharchada ro'y berdi. Tabakovlar kvartirasida zvonok jiringladi. Uyda faqat Jenya va uning 12 yoshli opasi Yana bor edi. Qizcha hech nimadan shubhalanmay eshikni ochdi. Qo'ng'iroqni bosgan o'zini pochtalyon deb tanishtirdi. Yopiq shaharchada kamdan-kam holda begona odamni uchratish mumkinligi sababli Yana umuman xavotirsiz erkak kirishiga izn berdi. Begona kishi birdaniga qizchani qo'lga oldi. Bo'yniga pichoq tiradi va pul talab qila boshladi. Qizcha qarshilik qilib yig'ladi. O'g'ri uning ukasiga Jenyaga pulni izlashni buyurdi va o'zi Yanani yechintira boshladi. Jenya opasini shunchaki qoldira olmadi. U oshxonaga bordi, pichoqni oldi va yugurib borib pichoqni jinoyatchining beliga urdi. Og'riqdan zo'ravon yiqildi va Yanani qo'yib yubordi. Lekin yosh bola qo'llari bilan katta odamga bas kelish mumkin emas edi. Jinoyatchi turdi va Jenyaga tashlandi va bir necha bor unga pichoq urdi. Keyinchalik ekspertlar yosh bola tanasida hayotga barham beruvchi 8 jarohatni sanashdi. Bolaning opasi qo'shnilar eshigini taqillatdi va politsiyani chaqirishni so'radi. Shovqinni eshitgach zo'ravon yashirinishga urindi, lekin bolakay qoldirgan qon tomayotgan jarohat ortidan iz qoldirdi. U uzoqqa ketishga muvaffaq bo'lmadi. Sud eshitishidan bir kun oldin maniak qotil o'z kamerasida osilgan holda topildi. 7 yoshli o'g'li uchun erkaklik nishonini Jenyaning onasi
qabul qildi. Bu hayotiy voqealar loyihasi edi. Agar loyiha davom etishini xohlasangiz, ushbu rolikka like bosing. Loyihaning navbatdagi soni, YouTube'dagi o'lik kanallar, ya'ni yaratuvchilari vafot etgan kanallar haqidagi video ushbu rolik 100 ta like yig'gandan so'ng yuklanadi. Loyiha davom etishi aynan sizga bog'liq. Ko'rishguncha, xayr.